Qarindoshlar, aytsam ishonmaysiz, mana shu kividan shunaqangi mazali pirog tayyorladim. Mana aynan o'sha kivili pirog qarindoshlar. Keling qarindoshlar, bugun sizga qanday qilib kivili pirog tayyorlaganimni ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib kivini shunaqa chin bozor do'konida sotiladigan maxsus cho'rkadan o'tkazib oldim. Mana shunaqangi massa tayyor bo'lgandan so'ng bizga kerak bo'ladi non pishirgich va qarindoshingizni qo'llari. Non pishirgichga birinchi bo'lib 4 ta stakan un solamiz qarindoshlar. Non pishirgich nech pul ekan deb so'ramanglar qarindoshlar. Non pishirgich hozirda sotuvda yo'q. 4 stakan undan keyin hozirgina biz cho'rkadan o'tkazgan kivimizni solamiz. Uni ustidan bir chimdir razrixitel. Non pishirgichi devorlaridan non pishirgichi naqadar ko'p yillardan beri ishlatayotganimiz sezgan bo'lsangiz kerak. Uni ustidan esa 2 dona tuxum chaqib, ayyamasdan shakar solamiz qarindoshlar. O'zi ham 7 qoshiq shakar soldim. Qarindoshlar, yana qanday mevadan yoki sabzavotdan non yoki pirog qilib tayyorlab ko'rsatib berishimni xohlaysiz? Aynan o'sha mahsulotni kommentariyada nomini yozib keting. Fantaziyalarim ishlab ketib, buni ustidan limonni bir cho'rkadan chiqarib, limonni suvini solib, non pishirgichni ishlashga qo'yib yubordim qarindoshlar. Shunaqa o'zi xamir qorib, o'zi oshirib, o'zi pishirib beradi bu janavar. Birgina start knopkasini bosasiz va atigi 3,5 soatdan so'ng qarabsizki, kividan tayyorlangan maxsus pirog yoki keksimiz tayyor bo'ldi qoldi deya qarindoshlar. Shunaqangi mazali hid chiqyapti. Buni hidini sizlar bir hidlab ko'rmasanglar bo'lmaydi. Qani bismillahirrohmanirrohim, eng asosiy daqiqalar qarindoshlar. Qolibni shundoq o'girishim bilan o'zi ham nondek pishibdi-ya, non bo'lib ketibdi-ya. Endi buni kesib ko'ramiz qarindoshlar. Voy, ichi berch bo'lib chiqqan bo'lsa kerak deb taxmin qilayotgan qarindoshlar. Shvaran xom sanabsizlar, ichi rosa zo'r chiqibdi, buni qaranglar.